Öldüğü bereket. Götürsene şu yurttan Kaç satıldı oldu de? Satıldı mı? Kaça satıldı? 56. 156. 156 bin so'mga satıldı. Ya gence kançam mı oldu? Nasıl? 200. Ha, gözü öttü oğlum. Bakalım sen aldın mı diye sattın mı? Aldım. 156 dedin. 156 oldu. Ben sattım. Молодец. Tamam. Sahipkarda 156 bin so'm bo'ldi Turkaga. Zor ekan, jayinda ekan. Bar ekan, ya qancha oldu ekan? Qaysi satsa oldu akalar? Qaysi satsa oldu? Var peko. Qarasın. Qanchaga siradi? 110 mingdim. 110 mingdan 120 mi? 220 ming, ha, no eka. 110 ming ekonomda ekşime kılağı. Ova. 220 ming so'm bo'ldi. Bu ko'kat qancha ekan? 115. Şul eko 220 ming bo'lyapti biz. Ko'k 76 ming so'm bo'ldi. Mana shularga oldi. Onu aytgan yo'q mesela. 76 ming so'm. Akalar qaysi soda oldi? Ko'k bija qaravi. Ko'k qanchaga so'rayapsiz? Bu papalı ya. Kaç oldu? 15. 115 ekan. Ko'katda 115 ming so'mga so'rayapti. Alapaki qancha ekan alapaki? 110? Ko'kchi 130 otdingiz bile? 135 mi? 135 ming so'mga. Ya, ana yaxshi. Zo'r ekan. O, shunday so'dag'a tushuntirganchi. Qaysi soda oldi aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qancha so'rayapsiz aka? 65 ming so'm. 65 ming so'm. 65 ming so'm so'rayapti. Çok просто malumat. 62 so'rayapsiz. 62. 60 so'rayapti. 60 so'rayapti. Aytmayla oynayalım. Liniyası kaldı uyda. Uyda olib qoldinglar. Liniyası kaldı uyda. Sen 63'te odasın hocam da? 60'a geledi otam ben. 60'a Zor bo'lib turadi. Молодец. O beri benim. Eti de yaxshi ekan. Yaxshi ekan, yaxshi ekan. Ana. Ya tam yaş oldu. Bo'ldi, oldi. Bo'lsa mingdan bo'lib qo'yiladi. Yo'q, bölünmüş. Bo'ldi, biroq yaxshi aytdi. Sırava beyan kam sıravayla al tuğan. 63 verirse vermeyeyim. Yanga. Sen qadir qilib turib biroq tutpa tur ey. Shundig'indachi. So'yishga ham jaraydi o'xshaydi, qachonlab chiq. Okey. Erkek pikeni? Qachi. Altarashkada. Tumsa erkek Tuğla çıkmağı. Tumsa erkek de hatta cazga uğraştı da. Tuğla çıkmağı. Cazla. Hazır buna naka bu. Kechkiroq tug'ilgan ekan, 2 yosh ekan-da. Pishti ekan-da. Naqal baylab o'tirgan ekan-da. Yazga pishti. Yaxshi. Qarshi morsa. Kecha bu urun ne Ne oldu? Üzdü? Çal koyalım. 70 ga suragan kecha bunu. Qo'yda bozorda yaxshi joy. Kecha o'sha yerda Pulun bo'lsa qarma shart. 200 ga mordi.
Ova, Xudoy al bunu dese daha bir dal payda. Barakasın versin bir Xudoy. 5 so'm bilan Kemer oğlum. Ona Murat ketmaysiz. Razı olsun qo'shak. Kaça? 500 so'm ver. Yo, men alam dedim. 5 so'mga internetga chiqasan. Verse 500. 5 so'm siz talashmoqchi. Ya zamatlar ya. Qanchaga ketdi shunda aka? 74 qaysi? Sartor ha? 72 ming so'm. 74. Ha, 74 ming so'm. Janvar yaxshi narsa ekan biroq. 74 ming so'm. Liniya 3 dedi qo'sh. Modo qoldi liniya 3. Nonu 98 ming so'm o'siribdir. O'shagan bolasi. Musa Palvan. Qancha ekan o'spirim? 80 dollar tasib. İşlesegan canlar. Nonu 102 mingga olgan ekan, 5 ming so'm payda berib olib tur ekan. 107 da turadi ekan hozir. Soat qancha bo'ldi ekan? Ama so'yib turayotgan ama. Aka qancha bo'ldi? Ama kaçını aldı? Be qancha bo'ldi be, Boz bey? 34. 134 mi? Ne var ki semizleri? Karabey qanchaga sotib oldi aka? Orta beyken caşı. 82 ming. 82 ming oldu. 82 ming so'm. 82 ming so'mga sotib oldi aka. Ne tadağı beyler varken so'rab qo'yaylik. Do'stim ot qancha oldi? 150 ta otasın. Aka beyler qanchadan bo'ldi bular? 145 dan. 145 dan. So'yish qolib bular aka. Turibdi. Semiz. Sevimiz. Qisir beyler. Malsını ayta albaysiz. Alıngan bile aka. Yo'q, joylardan keldi-da. Qurupda turgan. Qancha odam bo'lsa beraverasiz aka? Telefon nomer aytmaysizmi? Shu az satılib ketar. Satılib ketadi-da. Qulundu beyler qanchadan bo'ladir? 150 kam var. 150 kam var. No, o'spirim qancha ekan? 350? 350 ming so'm. Minip. Noil. No kimdan no? Qancha uni bas? 180 ming so'm. Bozor qancha qildi buni? 143 ming var. Qancha bo'lsa beraverasizlar. Telefon nomeri uloq qilsala. Telefon nomeri aytib qo'ying. 706 ming. Aha. 20 24 48. Okey. Shu plan bo'yicha so'raverasizlar telefon nomeri. Sinni boshi yaxshi ekan. Bunun bahası qanchalar? 350 ming so'm. Telefon nomeri. 74 ming. Aha. 43 29. Yok, no yaqinroq. Kelmay turg'un haqida. Boyda 1.60 var mı ne öyle? Boluşu qancha bo'ladi aka? Boluşu yaqinda aytdi o'zim. Qiziqqanda esli ko'rib chalaveradi aka. Okey, bozor oxiridan mana 114 ming so'mga oldi hozir. Yaxshi foyda bo'lsa sotam deydi. Jahasi ekan. Bosqon turganlar yaxshi qilgan.
Şu Talant degen sayakar aldın aga. Jeteleyt bullaga.